Men bir-birlab javob beray. Endi yana shu demokratiya qaytqa o'xshaymiz hozir yana. Bu qaytish ajablanarlik emas. Chunki oldimizda ko'rayotgan nurg'un ishlar, mayli biz g'arbni ko'raylik, mayli vatanimizni ko'raylik, bizni yanılla insonlarninki 2500 yildan ortiqroq o'ylanishi atalgan bir tema bo'lgan demokratiya gapirdi. Buni mayli biz yaxshi ko'raylik bu temani, mayli bu temaga o'ch olaylik, mayli bu temaninki dunyoda avjag'anligiga qoyil bo'laylik yoki avja ammag'anligidan alanmayotganligidan norozi bo'laylik, bu tema insoniyatninki siyosiy ideyasini egallab kelganiga 2500 yil bo'ldi. Bu so'zning tegi grek. Ya'ni demokratiya degan demokratiyaning asli demokratiya bo'ladi. Demosning ma'nosi xalq. Kratiya degan boshqarmoq, el qilmoq, idora qilmoq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu xalqninki el boshqarishi ham xalqni boshqarish degandek ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bunda deyishimizning sababi demokratiyada garchi huquq xalqda bo'lsa-mu, huquq xalq tarafidan ishlatilsa-mu va bu huquq xalq uchun ishlatilsa-mu, bu yerda yanala xalqning bu huquqininki yana nurg'un ahvollarda suiiste'mol bo'ladigan, besilinadigan va buning uchun xalqninki zo'r badal to'laydigan ahvollarimiz bayil ham bo'layotadi. Bu albatta bu mashhur nimaninki Lincolnninki ta'biri bu demokratiya bir xil hokimiyat shakli bo'lish sifati bilan xalq tarafidan yurgizilib, xalq uchun ishlatiladi deyiladi. Bu demokratiyaning bak aqalli ham tushunishlik ta'biri. Ana lekin yana bir ataqliq bir Angliya siyosiyoni bor, sen deydigan bir odam bor. O Angliyaning Emgak partiyasi nurg'un yillar huquq tutgan bir odam. Bu 50 yillik nimada tutgan odam. Bu o'zi azroq sotsialist demokratik menib ketadi. Ammo buningki demokratiya haqidagi 5 xil savoli bor. Bu bizningki demokratiya tushunishimizga bak yaxshi bir ma'lumot berdi deb qaraman. Birisi, qo'lingdagi huquq qanday huquq? Ya'ni bu xalqninki huquqdorlardan so'raydigan savol. Ikkinchisi, bu huquqqa sen qanday erishgan? Üçüncüsü, bu huquqni uchun kimga javobgar bo'lasan? Bu huquqni qaysi xil manfaat uchun ishlatsa, seni biz bu huquqdan qanday elib o'talaymiz degandek savollarda. Hamda demokratiya degan bu narsa mohiyatda siyosatninki tubki mexanizm bo'lgan huquqchilik bilan bilingan odamda. Yani bu huquq bo'lgan vaqtida demokratiya tegidakda elib o'tgan vaqtida hukumat, hokimiyat bilan yoki texniki cho'ng jihatdan elib o'tsak, davlat bilan xalq o'tirisidagi munosabatni tangshaydigan muhim bir tangshaydigan va muvozanat o'rnatadigan muhim bir mexanizm. Amerikaninkini ilg'aldingiz, Amerikaninkida asosiy qonunida Amerikaninki tubki nimasi demokratiya emas. Amerikaninki tubki xarakteri constitutional republic deymiz. Ya'ni asosiy qonunliq Cumhuriyet. Demokratiya bu Cumhuriyetninki ish bajarishidagi intayin muhim hukumat shakli bo'lib qabul qilingan. Bu bo'lishning sababi Amerikadagi eng cho'ng Amerikaning qurgan, ya'ni qurg'uchi atalar deyildi-ku, Amerikadagi. Mush Washington deymiz, Jefferson deymiz qatorliqlarninki demokratiya nuqtasini turib o'ylagan yeri demokratiyada xalq hukumatdan qo'g'dilish kerakki, hukumat xalqdan qo'g'dilmasligi kerak. Buni tushuntirdi degan vaqtda Amerikaning butkul asosiy qonuni, masalan, First Amendment deymiz, birinchi qonunning birinchi nimasimi? Xalqning fikr erkinligi, uyushish erkinligi, diniy erkinligi birinchi bo'lib tilga ilinib, bu muqaddaslashtirilgan. Bu degan gap hukumatninki xalqning bu haq-huquqlarini, demokratik haq-huquqlarini ilib bilish, uningga daxli ta'riz qilish huquqi yo'q deb qaraladi. Demokratiya mohiyatda xalqni davlatning zo'ravonligidan qo'g'daydigan bir xil omil. Endi biz bu yerda demokratiyadan obod deganimdek xalq bilan hukumat o'tirsa yoki davlat desak, davlatni boshqaradigan bir hukumat chiqadi. Hukumatni bir partiyalar
saylab chiqish orqali demokratik yo'ldan saylanib chiqadi. Bu yerda shu davlatninki o'ziga tushigan majburiyatlarni ado qiladi. Hukumat alishtirdi, ammo davlat almaydi. Mushundaq vaqtning o'zida biz ba'zi vaqtlarda, ba'zi davlatlarda hukumatning haddidan ziyoda kuchaygan shaklini ko'ramiz. Buning eng kuchaygan shakli sotsializm bilan fashizmda ko'rildi. Hukumat hammani kontrol qildi. Fashizmninki sotsializmga o'xshamaydigan bir alohidaligi barliq nimalar, korporatsiyalar, cho'ng-cho'ng shirkatlar hammasi hukumat bilan birlashib ketgan bo'ladi. Hozir biz bu yuzinishga ketyapmiz ba'zi yerlarda hozir. Buni men ayirib aytmayman. Sotsializm shu degan vaqtda davlat bir partiya tuzimiga tushib, bu yerda demokratiya bo'lmaydi. Ya'ni bir partiya hammani kontrol qildi, saylam yolg'on bo'ladi, rahbarlar tanlanadi, saylanmaydi. Bu vaqtda hukumatning huquqi kuchaydi, zo'raydi, daxli tarzlashidi, mutlaqlashidi. Kommunizmda davlat tugaydi, eng oxirisida bir qo'rqinchli bir xil boshqarish apparati barliq keldi. Buni ham ketyapmiz hozir dunyoda. Hozir bu turtib demak. Amerikada cho'g degan vaqtida buning aksicha xalqning huquqi asosiy qonun orqali belgilatilgan. Amerikani qurg'uvchi atlarninki qilgan eng buyuk xizmati buni birinchi amendment qilib, asos qonunning birinchi moddasiga kirgizib o'tib, uni daxli tarsizlashtirib o'tgan. Davlat teganmaydi. Hatto davlatga chiqqan har qatamliq saylanib chiqqan yoki jumhuriyatchilar bo'lsin, yoki demokratlar bo'lsin, hech qaysi bu narsaga teganmaydi. Hamda men o'tgan qatamliq bir suhbat qisqacha bir narsani deb o'tib ketgandim. Amerikada Trumpninki ikkinchi qatamliq saylanishdan ilgari Amerikadagi demokratlar va Amerikadagi ba'zi liberallar Amerikani o'zgartirish uchun asos qonundan qo'l solmasak bo'lmaydi ekan degan nuqtada maqolalarni New York vaqtigizda e'lon qilishga boshlagandi. Trump chiqib edi, bu sada beshiqdi. Ammo bu sada o'lmadi. Amerikani vayron qilishninki tunji qadami ko'p hollarda dal birinchi amendmentni vayron qilishdan boshlanadi. Bu o'qimaydi. Amerikani vayron qilaman da'vatgan bir nurg'un kuchlar bor. Bu kishilarning ko'zlayotgani dal xalqninki demokratiya orqali berilgan abayqi huquqlarni taraytish, kichiklashtirish, aniq yo'qotish orqali Amerikani sotsialistik, fashistik bir davlatga aylantirish. Buning uchun degan vaqtda hukumat mutlaqlashadi. Faşizmda shunday bo'lgan. Hukumat mutlaqlashgan vaqtida bu yerda demokratiya tugaydi. Ammo oxirgi bir gapim, albatta sotsialistlar demokratiyani boshqa bir xil shaklda suiiste'mol qildi. Masalan, Xitoyda bir nima hukm bor. Ya'ni demokratiyalik markazchilik deydigan, demokratik centralism deydigan hukm bor. Bu hukmda Xitoyning 1945-yildagi asosiy qonunga bu hukm kirgizilib, Xitoy hozirgacha buni iste'mol dastak qilish orqali o'zida demokratiyaning borligini bozor qildi. Bu qanday demokratiya degan vaqtida Xitoy masalan Kommunistik partiyasi partiyaning ichida biz munozaraga yo'l qo'yamiz, qaror chiqarish muzokara qilishga bo'ladi. Qaror chiqib bo'lgandan keyin munozara to'xtab, qaror chuqum ijro qilinishi kerak deyiladi. Ammo bu yerdagi munozaraning hammasi kontrol qilingan munozara. Hech kim Xitoy Kommunistik partiyasiningki davlat bilan birlashib ketgan bir xil hokim mutlaq xarakterini savollamaydi. O savollasa kallis ketadi. Bu yerda demokratiya yo'q. Ammo Xitoy buni hukmni o'ynash orqali xuddi o'zidimi demokratiya bordek G'arbning 2500 yillik an'anasidan kelayotgan bir boshqarish shakli bo'lgan demokratiyani o'zining qabul qilganligini haqida jar soldi. Ammo u undaq emas. Bu demokratiya undaq olmaydi. Ammo bizdagi deb o'tib ketgandek Amerikada va boshqa bir qism oz sondagi g'arb davlatlarida demokratiya bor. Ham bu demokratiya hozir eg'ir xirs duch kelyapti. Ammo Xitoydek sotsializm yoki hokim mutlaq tuzum va boshqa shakldagi hokimiyatli tuzumlarda bu xil demokratiya bo'lmaydi. Shunga yig'ib kelsam, demokratiya insonlarningki boshqarish, o'zini boshqarish haqidagi hozirgacha kelgan eng unumli shakllarining birisi.
mukammal deyishga bo'lmaydi. Ammo eng unumli vaqtning siniqidan o'tgan va jamiyatning gullanishi uchun g'oyat zo'r bir turklik rol o'ynagan bir xil boshqarish tuzumi. Buni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Endi bizniki oxirgi bizniki hukumatimizningimi kelgusi qurmoqchi o'g'limizmi demokratik Sharqi Turkiston. Bizmi g'arbniki emas, insoniyatningki 2500 yillik siyosiy an'anasi, tafakkuri va amaliyotidagi bu xil boshqarish tuzumini o'zimizga tatbiqlash orqali o'zimiz qurmoqchi bo'lgan davlatimizni xuddi boshqa gullangan davlatlarga o'xshash demokratik usul orqali qurib chiqishni o'zimizga maqsad qilyapmiz. So'zim tugadi bu savolga. Rahmat.